Bazı mamlakatlarga bundan ko'p istifoda bo'lmaydi. Afg'onistonga rejdor kamda. Kamda. Bunday maydalari. Nima bo'ladi? Istilari bu vaqtlar ham bo'lgan. Bu tapa yana ikki oydan yana bir joyga. Shamolli joyga kelgan. Olib ketadi. Farg'ona o'zining bir kayfiyati bor. Dasht, biyobon, daraxt, jangal va sarsabzlik kayfiyati. Odam lazzat. Odam shuni qo'li istaydi badani shafsafmani. Ajib. Esos bo'ladi. Mana har qancha odam dasht, biyobon va sahroni ko'rsin, Xudoning qudratlariga pay yetadi odam. Ular hikmat emas, bu mosasi bir kayfiyat. Daraxtda bir kayfiyat, ko'lari bir kayfiyat. Odam bu ko'rgan kelsa o'zi bir havo yo'q, sen ketadi ko'laga. Bir yog'mur bo'lganlar yaxshi tabiat bo'ladi. Ko'lga borishga katta yo'q. Men o'zim oshiq ko'rmadim. Bekor bo'lsam, imkoniyatim bo'lsa bir ko'lga pushtim bo'lsa chiqsam ko'laga. Ko'navar. Solda shu komil ko'navarli hisobchasini. Ko'navarli kayfiyat. Bizlar javobni ko'p deydi. Bizlar musobaqaga ketdik. Yana ko'navarli qilaylik. Shundan bizani havo qilib nafas yuboradi. Ko'lga oksigen sabuk. Biz o'z mardum tubullari ko'lga ketib, qonini kasallab olayotganlar past yana mantiqiy musobaqaga borib 100 ilgari yo 5 soat ilgari past ta'zir qilayotganlar dopingda o'zbekcha ko'p avvaldan millati mana shu ta'mirini borib ko'laga qilayotganlar oksigen sabukda qonlarni past olayotganlar past yana o'zi musobaqa o'zi ta'sir qiladi. O'sha sodiqliku past musobaqa ro'zi badaniga keladi. Yana qo'shimchami. O'sha solhoy sol nima ruslar qaramon bo'ladi bizga dalil shu. Mana kashf qildi uni ham e'lon qilinadi doping emas. Yo'q doping bo'lasiz. Enerji tabiiyga bu. Tabiiy. Bu dastgoh tashxis bermaydi doping. So'ra kashf qilib dalil shu. Dalil shu ekanki bu ko'ga ketib bular qonni olib o'sha varzishga pasayib qon ta'zir. Varzishga قبل المسابقة مثلا تزریق دوای مصنوعی دوای نشاور hammasi doping hisoblanadi. Degan narsa shu musobaqadagi ko'radilar qo'riqlarni kontrol qiladi. Qonuniy balandliklar doping ko'rsatadi. Musbat bo'ldi, yana enerji. Vallahi dastgohlar bor bizga ko'p imkoniyatlar. Laboratoriyaga tashxis qilinadi bu kishi enerji 5 andozasi bor. Muzaffar. Mana muzaffar bo'ldi jumlovar. O'sha uchun aytiladi aksar qahramonlar doping chiqadi, pulosini qo'lda oladilar. Ma'lum musobaqa bo'ladi oxirida shunga yerda chaqirsa. Tabiiy narsalarga doping tashkil etilmaydi. Nega? Ma'lum sabablar bo'ladi. Va ichiladi deyiladi. Bundan ob-havo o'sha mana sanadan ko'rdim. Narsaga duchor bo'lgan ekan, doping tashkil qilgan ekanlar. Bular ko'zdan ketirib ta'sir qilayotganlar. Borib ta'min qilayotgan ko'ga bu yerdan olgan musobaqada ta'sir qilaydi. O'sha ham doping tashkil qilgan navbat. Ta'min qilsin, bo'la bu ishni qilsin. Bu o'zingizga yega bu Afg'oniston Rusya Tomir qo'ylan bor emas. Bu Rus qavmi ham azboy ob-havo bu qavm mardi. Avlodi genetik ham genetiklar ko'p qavdi, bu haykal, bu haykal. Balqaran o'sha Habib Rustam bilan qarang shikastni hozir illati ob-havo u mantiqiy qilib ismini masalan Habib Chishamni Amirodi mazhabisi bor. Mazhabi inson iroda bilan tirik, iymon bilan tirik. Nima qavmi? Bular aksar vali qo'ray mas'uliyat namodaliklar. Shunlar iymon qavmi. Bir namodaliklar o'zi dunyoga sobit qildiki iymon boshqa narsa. Dunyo bilan yaqinlashdi, umrga bilan yaqinlashdi. Shikastdan bo'ldi. Turkiy Amerika shu imkoniyatni Xudoy azizlar iymon behtarin o'zi tamom musulmon. Namodaliklarni xotini yil ilgari davlat jamg'armasidan kelib qo'ydi, ular bilan ko'rishdim sekin. Planı var ya,
Endi men aytaman ketsa qarongan bo'ladi. Ketmayman. Shomda ham aytadi, shomda ham o'qiymiz inshaalloh. Namozni o'qiylik. Tashakkur ustoz. Assalomu alaykum. Bular xotira qoladi.